Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz, Chorvador dehqon akamiz. Bugun biza 500 ga 30 hamda 500 ga 24 ning yangilangan versiyasini obzorni qilib ko'rsatamiz. Mana ketdik. Birinchi 500 ga 30 modelimiz hozir ko'radigan bo'lsak, mana bitta birkalari kelgan 26-yil 07-oy, ya'ni shu avgustdan, demak avgust boshida bizga yetib keldi. Demak iyulda ishlab chiqarilgan yangi zavod. Bu yangilangan versiyamiz oldingi versiyadan farqi siklon qismi bilan siklon qismi qo'shilganligi bilan ajralib turadi. Bunda misol uchun don mahsulotlarini yem holatiga keltirib turib, mana bu yoqdan changi chiqib ketib, bu yoqdan donni chiqaradigan holatda kelgan. Undan tashqari bu 500 ga 30 modelimizning motoriga ham alohida e'tibor berishimiz kerak. Buni kuchaytirilgan holatda kelgan, ya'ni 4,5 kW bo'lgan, 100% misabotga. Undan tashqari ustida oldingidaqa o'zini voltmetri bo'ladi и o'zini mana bunaqa shitlari bo'ladi, ya'ni zashita shitlari bo'ladi. Undan tashqari tishlarga keladigan bo'lsak, tishlari kalyonoviy bo'ladi, olovda charxlangan hammasi. Основной, demak kesadigan pichoqlarimiz 5 qatordan iborat. Undan tashqari molatkovoylarimiz bo'ladi, ya'ni donni maydalab berish uchun mo'ljallangan. Bu tomondan agarda bu tomondan hashak tiqadigan bo'lsak, ya'ni hashak tiqish odatda mana bu tomondan qilinadi. O'sha hashak tiqilganda mana bu kesadigan yana alohida pichoqlarimiz bo'ladi. Ular o'zi tortib olib ketadi. Bu tomondan oldingidaqa o'zgarish bo'lmagan. Bu yoqda faqat o'sha don mahsulotlarini solib qayta ishlash uchun. Undan tashqari drabilkamizda 5 xil o'zining ichida setkasi chiqadi. Hozir bir xili hashak uchun mo'ljallangan o'zining ichida turibdi. Mana bu yoqda ko'rishinglar mumkin, mana kichkina don uchun. Undan tashqari yana o'sha hashaklarni har xil razmerda o'tkazish uchun o'zining ichida alohida yana 4 ta setkasi, ichidagi bilan 5 ta setkasi bor. Mana bu oxirgisi, ya'ni hashak, beda, somonlarni o'tkazish uchun mo'ljallangan. Juda yaxshi drabilka. Keyin motor qismi bilan asosiy kuzovni remont orqali uzatiladi. Undan keyin yana o'zgarish bo'lgan joyi bularni chiqish vaqtlarida o'zgarish bo'lgan. Faqatgina hozir oldin mana bu qismida ham chiqish vaqti bo'lardi oldingi versiyasida. Endi bu qismi yo'qolganda mana bu siklon o'rnatilgan, ya'ni tepadan chiqish bo'ladi. Don mahsulotlarini mana bu yoqdan yana qo'shimchasiga pastdan ham chiqarsak bo'ladi. Mana bu qismi ochiladi. Ochib turib chiqarsak bo'ladi. Endi keyingisi 500 ga 24 modelimizni ko'radigan bo'lsak, 500 ga 24 modelimizdan birinchi setkalar keladigan bo'lsak, setkalari ham xuddi shunda 5 ta chiqadi. Ichida hozir bittasi turibdi. Kichkina don, yarma, unda hashak mahsulotlarini o'tkazishga mo'ljallangan. Buni motor qismi 4 kW bo'ladi. O'zining ichida voltmetrlari bo'ladi. Undan tashqari o'zining avtomatlari ham bo'ladi. Unda 5 qator bo'ladigan bo'lsa, bunda tishlar anaqasi 3 qator bo'ladi. Основной bunda ham molatkovoy, qo'shimcha kalyonoviy pichoqlari, yana o'zi tortadigan pichoqlari bo'ladi. Bu ham demak 26-yil, ya'ni 07-iyul oyida ishlab chiqarilgan. Buni alohida kraskalarga e'tibor berishimiz kerak. Xitoy zavod, Bao firmasiga tegishli. Kraskalar juda tiniq, juda chiroyli qilingan holatda. Ekanlari ham mana bunaqa siklonlar bilan jihozlangan holatda kelgan. Videoni kuzatishda davom eting. Videoni oxirgi qismida, videoni oxirida biz bu drabilkamizning 500 ga 30 modelimizni ishlatib, don mahsuloti, makkani dumbullari hamda makka jo'xori poyalarini chiqarib, ya'ni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. 30 modelimizning narxiga keladigan bo'lsak, buni narxi 3,800,000 so'm bo'ldi. Bu 500 ga 24 modelimiz narxiga keladigan bo'lsak 3,200,000 so'm. Undan tashqari bizda O'zbekiston ixtiyoriy nuqtasida dastavka xizmati mavjud, hamda dastavkamiz tekin. Endi hozir 500 ga 30 modelimizda makka jo'xorining dumbullari va poyasini o'tkazib ko'rsatamiz. Mana ketdik. Birinchi marta makka jo'xorining dumbullarini solib olamiz. Mana solib oldim. Endi yo'qaman drabilkani. Marti pastida o'zini krishkasi bo'lishini o'rtamada setga tushiraman. Hozir endi makka jo'xorini dumbullarini o'tkazib bo'ldik. Endi natijasini ko'ramiz.
Mana natijalar. Makajo'xor dumlardan qolgan narsa juda zo'r. Juda dahshat chiqardi. Xuddi shakar razmerda chiqardi. Endi video davomida bu yoqda endi setkasini almashtirib turib, hozir makajo'xor poyasini o'tkazib ko'ramiz. Hozir biz drabilkamiz ichida kichkina setkasi qo'yganmiz, ya'ni don mahsulotlari, shunga o'xshash narsalarni chiqarish uchun. Biz hozir endi mana bu qismi, demak, don kiradigan qismini yopaman. Yopdimda. Endi mana bu qismini ochaman. Ya'ni makajo'xorni poyalarini, beda, somonlarni mana shu tomondan tiqiladi. Xohlasak bu tomondan chiqarsak bo'ladi, xohlasak mana pastki qismlarni ham chiqarsak bo'ladi. Shu o'zimizga kerak joylarni ochib olamiz. Ochib olamiz. Mana bu siklon qismi nima kerak deydigan mijozlarimiz uchun siklon qismi bizda mana bu chayni kamaytirib, o'sha chayni nima deydi? Agarda tepa qismidan chayn chiqarib yuboradi, makajo'xorni hosil bo'lgan yemni pastdan chiqarib berish uchun mo'ljallangan. Bunga hozir kichkina qopni, misol uchun bog'lab turib, to'g'ridan-to'g'ri qoplaga shunday qoplab olsak bo'ladi. Mana anaqasini chiqarib oldim. Keyin hozir men setkasini almashtirmayman. Shu setkasida donni setkasini ham chiqarib o'raman. Donni setkasida chiqarib o'raman. Sababi o'zi почти tepaga berib o'rgan hisobiga makkani setkasida bo'lib ketadi. O'zi makka uchun alohida setka bo'ladi. Mana bunaqa tek setka bo'ladi. Bu makajo'xor shunga o'xshash somon, bedalarni shunda chiqariladi, qo'y xashagini. Endi hozir buning ichida kichkina setka turibdi. Kichkina setka ham xuddi shu vazifani o'zi bajarib beradi. Hozir endi makka poyamizni bitta o'tkazib ko'rsataman. Undan oldin biz videoni olishdan oldin mana bitta ho'l makka poyani ham o'tkazib ko'rdik. Hozir o'tkazadiganimiz sal qurigan bo'ladi. Qurigan makka poyalarni o'tkazamiz. Endi ketdik. Makan kali ni, maka poyani o'zida dumlar ham bor. Birga chiqarib beradi, mana dumlar bilan birga. Maka poyani chiqarib olamiz. Endi natijasini ko'ramiz, natijalari. Mana. O'zi hech qanaqa setkasiz, o'zi faqat o'sha nima deydi, pichoq qismini o'zidan chiqarib bergan holatda mana shunaqa bo'ldi mana. Makajo'xorning dumbalari bilan birga. Juda zo'r. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Biz hozir ko'rdik, demak, drabilkani ishlatib, ko'rdinglar, makajo'xorning dumballari bilan birga solganimizda ham makajo'xorimizni kepak shaklida qilib berdi, maka poyalarimizni slyos yaguar razmerda qilib berdi. Mana shunaqa sifatli chorva texnikalari kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda raqam qo'ldiraman, aloqaga chiqinglar. Bizda dastavka xizmatlar bor, O'zbekiston bo'ylab mutlaqo tekin. Undan tashqari bu videoni chorvador dehqon akalarimizga tashlab qo'yamiz. Agar video manfaatli, foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib, kommentariyalarda izohlarni yozib qoldiringlar hamda kanalimizga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, kanalga a'zo bo'lib qo'ying.